Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Mr. Kriminal. Mana bugun ham qanaqadir bitta video qilib ko'rishimiz to'g'ri kelib qoldi. Akamiz iltimos qilgan bir o'yin bor. Hozir demak, nastroyka. Bizning ovozimizga rosa qaloq beradi. Bizda bir so'ralgan o'yin bor do'stlar, o'zi xabarlaring bormi? Artefakt tashlaganman, ko'p ham o'ynayotganim yo'q. Qizil armiya demak profilida hozir Zamon Ali akamiz o'ynayaptilar. Video boshida aka sizga rahmat aytib o'tmoqchiman, shtobi bizga qanaqadir ko'rishga arziydigan bir chiroyli kontent sovg'a qilganingiz uchun, chiroyli bir video, chiroyli bir jang sovg'a qilganingiz uchun men sizga rahmat aytmoqchiman aka. Tak, Qizil armiya Kimchi 11 ga qarshi 70% win rate. Demak, medallari bor. 72% win rate Qizil armiyada. Ko'ramiz jang qanday bo'lganini. Hozir hammasini birgalikda guvohi bo'lamiz do'stlar. Men jangni ko'rib chiqdim. O'tgan videoda qanaqadir kommentariyalar bor edi. Misol uchun endi har kimni mustaqil fikri bor, har kimni o'zini qanaqadir dunyo qarashi, hisob kitobi bor-da. O'tgan videoda, qaysidir bir videoda 20 lik profil bilan 21 lik profilni YouTube'da yulduzchasi ko'p deganimda kommentda bir akamiz yulduzcha bo'lgan bilan o'ynalmagan, yulduzchasi kam bo'lgan bilan o'ynalmagan, kashlangan profil degan ekanlar. Bu ham bir tarafdan to'g'ri, lekin hozir men bu jangni ko'rib chiqdim. Bu jangda bu 21 menimcha bu kashlanmagan 21 emas. Bu safar endi menimcha hammasi joyida. Tем более medal ham bunga qanaqadir доказательство bo'ladi-ku, qanaqadir isbot bo'ladi, to'g'rimi? Bu safar demak Qizil armiyani o'ziga mos raqib tushgan. Ikkinchi tarafdan noqulay raqib. Nimaga deganda, Artefar o'ynab yurgan deyarli hamma biladi. Sopraga qarshi Sopra juda ham noqulay. Kanfaga qarshi Kanfa o'ynasa bo'ladi. Lekin Sopraga qarshi Sopra tushib qolsa qanaqadir noqulay, неприятно. Лично menga yoqmaydigan partiya bo'ladi u. Endi tomosha qilsam emas, o'zimga qarshi raqib bo'lib tushib qolsa o'ynasam, Sopraga qarshi Sopra bilan o'ynashni umuman xohlamagan bo'lardim to'g'risi. Chunki ikkalasida ham ayyorlik muhim. U ham ayyorlik qiladi, men ham ayyorlik qilaman. Kanfaga qarshi Kanfa bo'lsa unaqa bo'lmaydi. Kanfa nima deydi, mard bo'lib chiqib, urushib shunaqa rassada u. Tak, o'yinga qaytamiz do'stlar. O'yin boshi bizada sekin-sekin raqiblar bir-birini o'rganishga harakat qilyapti, kartani o'rganishga harakat qilyapti. Demak, Zamon Ali akamiz Qizil armiya 4-o'rgan shtabga chiqqan. Demak, ikkita zavod shturm mashina qurilyapti. Zavod spes mashina ikkita qurildi, uchinchisi ham qurildi. Uzr, bunisi demak Giroy zavod ekan. Zavod prototipov degan zavod ekan bu. Zavod shturm mashina bitta, spes mashina bitta, Giroy zavodi qurildi. Boost jihatdan bizda Gold snabjeniya, agar esimdan chiqmagan bo'lsa, Gold snabjeniya boost ishlab turibdi. Uzr do'stlar, ancha bo'lib ketdi Artefarga kirmaganimga. Mana bugun birinchi marta kirdim. Ancha vaqtni ichida. Bu ham video yozish uchun. Qanaqadir YouTube'da men o'zimning ham ko'nglim g'alati bo'ladi. Nima deganda, qiziqib kuzatayotgan akalarimiz bor, kutayotgan akalarimiz bor, do'stlarimiz bor. Jonlari sog' bo'lsin akalar. Просто nima deydi? Hayot deydi-yu, ishlash kerak, pul topish kerak. Ishlar ozroq ko'payib ketib qoldi. Bu o'yinlardan salgina chekindim-da. Lekin bugun Zamon Ali aka bilan gaplashganimda yaxshi bir video bor, yaxshi bir jang bor deganda o'zimga ham yoqib tushdi. U nima deganda, kanalga ham ancha bo'ldi. O'sha og'aylarimiz, do'stlarimizga ham bir aytarli yaxshiroq bir jang video sovg'a qilmaganimizga ham ancha bo'ldi.
video yozib qo'ygim keldi. Tak. Do'stlar, sekin-sekin harakat boshlanyapti. Harakatlar, движухаlar boshlanyapti bizda. Tak. Ko'ramiz. Razvedchik уже bo'ldi. Bu sirli hujum emas. Razvedchik demak, raqib tomondagi Sopra ham zaif emas. Tем более mana u ham manyovrlar bajaryapti. Ko'rib turibdi, что Salamandrani kashlagan. Salamandra edi bu unitning nomi. Salamandrani kashlagan, suvdan kelyapti. Дальность ham juda baland. Bu yoq tarafda esa Qizil armiya движениyani boshladi. Men bu narsaga tushunmadim do'stlar. Modifikatsiya qilingan to'g'rimi bular? Modifikatsiyaga ko'zim tushganda. Kim biladi, shuni yozib yuboringlar kommentariyaga. Bu Jaguarlar bunaqa oyog'ini yozib joylashmaydimi, расположение qilmaydimi? Chunki men videoni bir ko'rib chiqqanimda umuman biror marta ham ko'zim tushmadi-da bu Jaguarlarni boyagi joylashtirib o'tilayotganiga ko'zim tushmadi-da. Nima plyusi bor bu Jaguarni? Yoki jangchini o'zi qilmaganmi? Bu o'zi joylashadimi? Bunaqa joylashib taxtaga ikkita o'tadimi, yo'qmi? Boshlandi. Bu tarafda ham tuman, bu tarafda ham tuman. Ikkalasi ham qayerga otishni bilmaydi. Resmen Sopraga qarshi. Bu yerda Salamandra ko'plar. Salamandra translyatsiyalarni uryapti. Nahotki botmi translyatsiyalarni uryapti. Bu qizlarni zavodlarga qarshi kelmagani yo'q. Bu yerda esa demak bu balandlikda uni Jaguarlar tutdi, Salamandra buni ko'rmadi. Endi vaqtida ham ko'rmaydi, chunki Hamidon qo'shildi. Toshkentdan zavodni olib kelib qoldi. Raqib jamoa Salamandrasi Kimchi 11ni. Raqib jamoada aytganimga hayron bo'lmaylik do'stlar. O'ta qiyin ekan. Kimchi 11 ham bo'ladi. Men bir Abdu Jabbormi, G'ofirmi degan ot yo'qmi menga? Oson, o'z-o'zidan otlardan qo'ymaydi. Tak. Yana bir qo'shin, yana bir kattaroq qo'shin, demak Leviafan bor tarkibida tayyorlanyapti. Demak, jiddiyroq, ruscha aytganda серьезный bir problemani uyushtirishmoqchi bo'ldilar. Ko'ramiz qanday bo'ladi. Yana o'sha tomonda, nimagadir Zamonali akaga o'sha qulayroq ko'rinib qoldi shekilli ish taraf. Har million qo'shildi yo'lga. Oppa! Voy. Qattig'i bo'ldi-yu. Leviafan raqibni ham Leviafan kashlangan, chunki Salamandrani 70% jonini olib ketdi boru. Wow. Tushadimi, ustiga tushadimi, qochmaydimi? Hoppa. Bruber. Qancha Bruber emas, nimaga qaysidir ma'noda Qizil armiyani bombasi omadliroq tushdi. Nima deganda Leviafanni ham jonini olib ketdi-da. Bu tarafda faqat unit yo'qotilgandi. Tak ko'ramiz, bo'ldi. Всё. Umid bilan yig'ilgan ikkita qo'shin ikkalasi ham yo'q qilindi. Yana bu yerga dazakaz. Lekin Salamandra yana kirgan. Bir qarashga ulgurmamiz do'stlar. Uzamaslikka ko'rsatmay qoldim. Salamandra вообще aytdim, bu Sopra o'zi вообще bunaqa o'ynashdan xafa bo'lish kerak emas, lekin kirsa uyda deyish ham shart emas. Chunki Sopraning usuli shunaqada. Sopra o'zi shunaqa fraksiya. Bunaqa откровенно o'ynamaydi. Soprada o'zi yaxshi o'ynaydigan o'yinchilar hammasi sirli, qanaqadir manyovrlar, qanaqadir kutilmagan hujumlar boshlandi mana. Qizil armiya ham qolishmaydi. Bitta lavoshka, demak, tumanni tagida aytarish narsa yo'q. Asosiy qo'shin bu tarafga jo'natildi. Demak, meni tushunishim bo'yicha hozir bu yoqdan hujum qilinadi. Raqib yo'naqa bo'lmadi. Demak, ikki tomondan baravar kirilyapti. Men o'yladim, что bu yoqdan qo'shin ko'rsatiladi. Demak, raqib bor tanklarini, shu bor budini bu yoqqa yiqqan payti, keyin men bu qo'shin bo'ldi, oldinga haydaladi deb o'yladim. Bu qo'shin bu yoqda turishi kerak edi mening planim bo'yicha, lekin unaqa emas ekan. Bu yerda boshqa reja ishlayapti. Ko'ramiz nima bo'ladi. Demak, ikki tomondan baravar hujum qilinyapti.
Kimchi 11 ga. Bu ham qaysidir ma'noda effektivni, chunki e, aytaymi nima bo'ladi? Endi meni tushunishim bo'yicha, meni hisob-kitobim bo'yicha hozir Kimchi 11 sama hisobi ikki tomonda ham qancha tank borligini bilmaydi. No, bu yerda Leviathan bor-ku. Ham kamiga bu tarafni u yopib qo'yganman deydi, hali buzib o'tishiga vaqt o'tadi deydi. Bor qo'shinni по-любому menimcha bu yoqqa tortadi. Bor qo'shin bo'lmasa ham asosiy qo'shin bu yoqqa tortadi, chunki Leviathan bu xavfli unit. Qo'shin menimcha qo'shinni katta qismi bu yoqqa tortilsa kerak. Yana ham bilmadim, hozir ko'ramiz. Lekin bu Qizil armiyaning foydasiga ishlaydi, chunki Qizil armiyani asosan buzadigan qo'shini bu tarafda. Tak. Aytdim-ku. Так, Kimchi 11 ning raqib qo'shini bu yoqda, demak Hamilyon o'ldi, u ko'rdi, что bu yerda aytarli narsa yo'q. Bu paytda esa demak ikkinchi qo'shin уже zonaga qarab harakatlanib ketdi. Zonaga ham kirganda ham zonaning orqa tomoniga, ya'ni o'sha bu Leviathanni bombasini ham ishlatib qo'ydi. Kerak bo'lardi, ekonom qilish kerak edi menimcha. Tak ko'ramiz. Zamonali aka demak raqibini bazasini orqa tomoniga harakatlanyapti, chunki biz proyekt bo'yicha bilamizki, asosiy kerakli zavodlar demak zonani o'sha bazani orqasiga quriladi. Shuning uchun ham menimcha zamonali aka raqib zonasini orqasiga qarab harakatlandi. Hozir Jaguarlar joylashtirdi, lekin Hamilyonlar o'shdi. Shtabni buzishga harakat qilgan ekanlar. Mana shu shtab masalasida do'stlar. Shtab juda ham qattiq zdaniya, yana kamiga uni juda ham ko'pchilik kachlab qo'yadi, qattiq qilib qo'yadi. Buzilganda ham birinchi buzilganda uni boost восстановление deydimi, nima deydi? Boost shtab deydimi? O'sha bilan tiklasa bo'ladi, hatto 3 gacha. O'sha shtabni buzgandan ko'ra qanaqadir Jaguar zavod, Hamilyon zavodni buzib, agar mobodo ulgursalar, stroy dvorni ham buzib ketib qolsalar bor-ku, menimcha shtabga qaragandan ko'ra ham resurs jihatdan, ham bunday rivojlanish jihatdan raqibini juda ham orqada qoldirgan bo'lar deb o'ylayman. Chunki stroy dvorni ham buzganda raqib avvalambor stroy dvor taxlaydi, keyin ikkita zavodni qo'yadi, keyin ularni ko'taradi. Bu vaqtda bemalol yangi qo'shin bilan qaytib kelsa bo'ladi. Ya'ni o'sha u hali tank chiqarishga ulgurmagan bo'ladi. Yana ham fikrlaringizni kommentariyada yozib ketinglar do'stlar. Menimcha shtabdan ko'ra iloji boricha zavod va stroy dvorni buzib qolishga harakat qilish kerak deb o'ylayman men. Bu ko'ramiz. Bu yerda rul bizada emas. Shopperga aql o'rgatish niyatimiz yo'q. Demak, biz faqat borini tomosha qilamiz. Salamandra hali ham shtablarga qilyapti. Buziladimi? Buziladi menimcha. Opa, 5-o'rin shtab edi menimcha. Qarashga ulgurmay qoldim, uzr. Bo'ldi, bu yerga vazifa bajarildi, ketishga. Ketmang. Ketmang aka, stroy dvorni ham buzib keting shodan. O'lsa bu qo'shin bab bo'ladi. Ay mayli. Olg'a. Endi qochish kerak. Endi qaytishga kech. Mana bir qarish tilim bor-da, uni videoning orqasida turib olib, aql o'rgatishga yomon ustaman-da. O'yinda bo'lsam o'zim ham balki shunaqa ham bo'lardim. Tak ko'ramiz. Dazakaz bizda tayyor. Bu yerda bekor o'tirilmagan. Ikkinchi qo'shin tayyorlangan. Hop. Bu paytda o'sha raqib oxirigacha quvgan ekan. Tем более Leviathan ultimate bilan kelgan. Hozir Leviathandan bomba ko'rdik. Bizani Dazakazni menimcha 60% ni uchirib yubordi. Qanday urushamiz? Geroy zavodimiz hali 2, boya Salamandra buzib ketgan. U yoq tarafda Leviathan, Mamont. Qanday qilib urushamiz buni? Ko'ramiz qanaqa qaror qiladi zamonali aka qizlarga. По-любому bu tarafda bitta emas Hamilyon. Navbat qo'shayotgan bo'lsa kerak yoki bittamikan. Nima qilmoqchisiz? Aylanib o'tasizmi? Hamilyonlarni
O'chirib yoqib ishlayapti. Kimchi 11. Yo'q. Menimcha hujum bo'ladi. Tak. Razmen baza do'stlar. Bazaga baza almashinuv ketadi. No'xati bu bir tarafdan emas, o'zi eng to'g'ri qarori shu. Nima deganda, u tarafda Leviathan bor, u tarafda Hameleon bor, u tarafda qo'shin joylashtirilgan. Bu qo'shin bilan buni urib bo'lmasdi baribir. Sen bo'la Krot ham bor ekan. Bazaga baza almashishga qaror qildi, demak, soperniklar, raqiblar zamonalakka bir tarafdan kirdilar. Demak, Kimchi 11 sentrdan kirdi, lekin bu yerda Qizil armiyaning zakazi bor, ya'ni o'sha zavodlarga zakaz berilgan tanklar chiqyapti, iloji boricha demak bazani himoya qilyapti. Bu tarafda ham xuddi shu ssenariy. Sembori Leviathan orqaga qaytdi, lekin bombishga xato tashlandi. Ya'ni o'sha xato tashlamagan, u demak Qizil armiya qochib qoldi. Manevr qilishga ulgurdi deylik. Chunki 21-darajali o'yinchi adashib Leviathanning bombasini xato tashlamasa kerak. Shtab 4-o'ringa qayta ko'targan ekan, demak hozir shtab o'g'naydi. Zavodlar buzilyapti bu yerda. Zavodni buzing aka. Mayli bering unitni shunga, zavodini buzib qoling. Sizda zavod bor-ku, tiklab olaverasiz yana. U tiklay olmay qolsin. Qo'shinni tiklay olmay qoladi-da. Misol uchun u 5 ta tank yo'qotib, bu yerdan 10 ta tank o'ldirishi mumkin raqib. U yo'qotgan 5 tasini tiklay olmaydi-da. Biz xohlaganimizcha tiklashimiz mumkin. Agar zavodini o'sha tank zavodlarini buzib ketsak demoqchiman-da. Soatimiz ham 1 dan 4 ta o'tdi. Ertaga yana ishga borish kerak. Tak. Keyingi hujum va menimcha oxirgisi ham bo'lsa kerak shu. Tak, tezlashtirmayman, 2x normalniy. Oxirgi hujumni biz e'tibor bilan ko'rishimiz kerak. Boshlandi. Tak. Ikkita Hameleon. Yuring. Leviathan'da ultimate ochilgan bo'lishi mumkin. To'xtamang endi. To'xtab qolsangiz o'ldirib qo'yadi. Menimcha bo'ldi. Kimchi 11 уже taslim bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki hech qanaqa движение ko'rmay qoldi bu yerda. И всё, да, конечно. G'alaba Zamon aka, tabriklayman aka, yana bitta g'alaba bilan. Kimchi 11 Qizil armiya Zamon aka. O'yin uchun rahmat, juda ham chiroyli jang, juda ham qiziqarli, demak, uslublar, o'sha holatlar hammasi zo'r chiqqan. Menga yoqdi bu jang. Video yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar do'stlar. Kommentariyada o'zlaringning fikrlaringni bildiringlar. Keyin modifikatsiya yuzasidan men modifikatsiyadan xabarim yo'q to'g'risi. Qachon chiqdi bu narsa? Men faqat chiqishidan oldin uni ko'rdim. O'sha chiqadi degan shu roliklarni ko'rganman. Tak. Nima o'zgaryapti modifikatsiyada? 579 udari 695 bo'lyaptimi? Yo-mayo. Так, урон по броне 3, 579. Дальность стрельбы 6,5. Блядь, дальность 7,5, uдар 695 bo'lib ketyaptimi? Jon 4220, 4642, bроня 94 bo'ladi. 86-75. Skorost ham oshib ketyapti. Yamay, bu imba-ku be. Nima balo bu?
Yoki unaqami, bu e, kim tushunadi? Tushuntirib olasizlarmi? Bu shunda bu hozir 579 dan ikkita, bunisi bitta 695 uradimi yoki bu ham 695 ikkita 695 uradimi? Qanaqa otadi o'zi bular? Men miyam shoshib qoldi bu. Agar 695 dan ikkita otadigan bo'lsa, bu shunda bunga 200 uran qo'shilganmi? Shunda 200 250 даже uran qo'shilganmi bu tankga? Nifiga себе. Modifikatsiya. Tak, joni kamayadi, bronyasi kamayadi, uron oshadi. Bunda nima oshadi? Skors oshyaptimi? Skors ozgina oshar ekan, stoyimiz tushar ekan, demak narxi. KO demak joy egallashi ham pasayar ekan. Короче, buni keyin olib qochib yurishga to'g'ri kelar ekanda. Mamont modifikatsiya. Dальность. Dальность tushadi demak bunda, to'g'rimi? Lekin uroni sezilarli, demak zarbasi sezilarli darajada oshadi. Harakatlanishi ham tezlashar ekan, skorosti ham. O'zi Mamont lekin haqiqatan ham harakatlanish juda muammoda. Juda sekin unit. Qolgan modifikatsiyalarni ko'rib o'tirishga ancha vaqtimiz yo'q. Kemaga modifikatsiya chiqqanmi? Jest. Nima deyman do'stlar, sizlarning vaqtlaringizni olmayman. Men buni o'zim keyinchalik ko'rib chiqaman, razbiratsiya qilib chiqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha, bizda yana bitta jang bor. Unisini hozir to'g'risi agar uyqum kelmasa unisini ham yozib tayyorlab qo'yaman, lekin YouTube'ga qo'ymayman. Unisini ertaga qo'yaman yoki ertaga montaj qilarman, lekin anig'idan yana bitta jang bor, xudo xolasa. Yana bitta ko'rishga arziydigan video qo'yiladi. Buni izidan yoki ertaga kechga yoki ertaga obeddan keyin, xullas o'sha paytlarda kechga bemalol o'sha videoni ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa montaj qilib chiroyli qilib unisini ham qo'yib qo'yaman. Yoqqan bo'lsa like bosinglar do'stlar. Video haqida fikrlaringizni demak kommentariyada yozib ketinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.